Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, qadrli yoshlar va ota-onalar. Bugungi kunda yoshlarning huquq va manfaatlarini ta'minlash, ularni sog'lom va xavfsiz kamol toptirish davlatimiz siyosatining ustuvor vazifalaridan biri sifatida belgilangan. Shu jihatdan aytganda, yoshlarga ta'lim-tarbiya berish, ular orasida jinoyat va huquqbuzarliklarni oldini olish, eng muhimi, mustaqil hayotga qadam qo'yayotgan yigit-qizlarni turli xavf-xatarlardan asrash nihoyat dolzarb vazifalarimizdan biridir. Bu borada yo'llarimizda xavfsiz bolalik tamoyili asosida Ichki ishlar vazirligi Davlat yo'l harakat xavfsizligi xizmati tomonidan voyaga yetmaganlar bilan bog'liq avtohalokatlarni oldini olish borasida keng ko'lamli tadbirlar olib borilmoqda. Xususan, respublikamizdagi 5000 dan ortiq maktablarda yo'l harakati qoidalarini o'rgatish sinfxonalari, 3000 dan ziyod maktabgacha ta'lim muassasalarida yo'l harakati maydonchalari tashkil etildi. Fransiya tajribasi asosida qariyb 1000 dan ziyod maktablar oldida qavariq piyodalar o'tish joylari va sun'iy notekisliklar bilan jihozlanib, harakat xavfsizligi ta'minlandi. Yo'l harakati xavfsizligi bolalikdan boshlanadi shiori ostida o'quvchilarga harakatlanish madaniyatini amaliy ko'rgazmali tarzda o'rgatish yo'lga qo'yildi. Respublikamizning har bir hududida umumta'lim muassasalari bilan hamkorlik qiluvchi inspektor lavozimlari joriy etildi. Natijada joriy yilning 4 oyida respublikadagi bolalar ishtirokidagi yo'l transport hodisalarining soni birmuncha kamayishiga erishildi. Biroq biz uchun har bir bolaning hayot va salomatligi nihoyatda muhimdir. Ta'kidlash joiz, so'nggi vaqtlarda o'quvchi yoshlar tomonidan hali haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lmasdan turib avtomashina boshqarish holatlari uchrab kelmoqda. Eng achinarlisi, tajribasiz yoshlar tomonidan sodir etilgan hodisalarda ularning o'zlari yoki boshqa bir begunoh yurtdoshlarimiz hayotdan barvaqt ko'z yummoqdalar. Shuningdek, respublika avtomobil yo'llarida doimiy ravishda yo'l harakati qoidalari hamda qonun itoatkorligini ta'minlash bo'yicha tezkor profilaktik tadbirlar o'tkazilmoqda. Mazkur tadbirlar davomida noqonuniy daromad topish maqsadida o'zining moddiy manfaatini odamlarning hayotidan ustun qo'yib, yosh bolalarga transport vositasini ijaraga berish bilan shug'ullanayotgan qo'shtirnoq ichidagi tadbirkorlar ham kuzatilmoqda. Aniqlangan har bir qonun buzilish holatlari bo'yicha Davlat yo'l harakati xavfsizligi xizmati tomonidan jazo muqarrarligi ta'minlanmoqda. Shu o'rinda bu turdagi faoliyat bilan shug'ullanayotgan yuridik va jismoniy shaxslardan transport vositalarini ijaraga berishda amaldagi qonunchilikka qat'iy amal qilishlarini so'rab qolamiz. Hurmatli yurtdoshlar, yaqin kunlarda respublikamizdagi barcha maktablarda so'nggi qo'ng'iroq tadbirlari o'tkaziladi. Tahlillarga qaraydigan bo'lsak, shu kunlarda o'quvchilarning ta'lim muassasalariga avtomashina boshqarib borishlari va oqibatda turli ko'ngilsiz hodisalar kelib chiqishi barchamizni birdek tashvishga soladi. Hurmatli ota-onalar, farzandlarimiz taqdiriga barchamiz mas'ulmiz. Ayniqsa ularning avtomashina boshqarishlariga yo'l qo'ymaylik. Bu ham sizning, ham jamiyatimizning foydasidir. Aziz yoshlar, yo'l harakati qoidalari bo'yicha yetarli bilim va ko'nikmalarga, haydovchilik huquqiga ega bo'lmasdan turib, transport vositalarini boshqarish natijasida o'zingiz va atrofdagilaringizni hayotini xavf ostiga qo'ymang. Unutmang, yo'l intizomni yoqtiradi. Murojaatim yakunida yuqorida bayon etganlardan xulosa qilgan holda sizlarga mustaqil hayotda o'z oldingizga qo'ygan ezgu maqsadlaringizga erishishda sihat, salomatlik, omad va zafarlar tilayman.